Soat nechi bo'lib ketdi? Xushbek aka, men bugun Malochkaga 1 tonnaga zakaz olganman sut aka. Harakat qilyapmiz aka, xudo xolasa. Sizni harakatingiz bilan men kech qolyapman, daromaddan qolaman. Men sizlarga biznesda ko'p daromad olib keladigan joy ko'rib qo'ydim. Ketdik. Maydoni 2 gektar, egalari gaz, svet, suv hamda kadastr hujjatlarida hech qanday muammo yo'q deb aytishdi. Hududda 8 ta video kamerasi bor ekan. 5 tadan oshiq pod ofis xonasiga ega, firma zaxirasida 2 tonna silos yamasiga ega ekan va davlatimiz tarafidan chorva mollar uchun yem zaxirasi qilishga vaqtincha ijara shartnomasi asosida 34 gektar yerni vaqtincha muddatga foydalanishga biriktirib berishgan ekan. Bu firmada sut berib kelayotgan 55 bosh sigir hamda yem yer bo'lib saqich chaynab yotgan 15 bosh boquvda bo'lgan buqalar va 90 bosh bo'g'oz bo'lgan ona qo'ylar. Nice. 30 bosh qo'chqonlar bor. Ha, yana bir fishkasi, alohida jonzotlarni o'zini ham sotib olsangiz bo'lar ekan. Ferma uchun barcha ish qurollar, texnikalar mavjud ekan. Demak, joy egalari tarafidan, ya'ni vladelslar tarafidan tadbirkor aka-ukalarimizni hamkorlikka taklif qilishar ekan. Biznes menyusi bo'yicha, voy, menyusi juda ko'p ekan. Xullas, nasiya savdosiga ham sotishar ekan, ipotechnik qilib ham olsangiz bo'lar ekan, yoki bo'lib to'lashga ham. Xullas, qiziqqanlar ekran egalarining raqamini qoldiramiz. 24 qo'ng'iroq qiling. Manzil Yangiyo'l tumani, xalq tili bilan aytganda Kalgan hududi, Amir Temur ko'chasi.